boshqarish joriy farzandman. Bugun har doimgidek rejalaston tadbirkorlar bilan uchrashuvlarimiz rejalashtirilgan uchrashuvlarda kimdir bankimizga bo'lgan taklifda yoki murojaatda shikoyati misol uchun bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsalar, shu taklif, shikoyat, ariza, murojaat hammasi tegishli tartibda ko'rib chiqilib, imkon darajasida ijobiy hal berishga harakat qilamiz. Men Piranazar Jangir, Xalqaro mahallasidaman, ishsizman. Men chorvaga 17 million kirib olmoqchiman. Shunga bir qaror qilishimiz kerak. Qaysi mahalladan dedingiz? Xalqaro mahalla. Xalqaro mahallasi haqiqatan bizga bir kunga 6 ta mahalla turadi. Chorvachilik qilishimizda sharoit bormi? Bor. Chorvachilik qilish bizga hozirgi vaqtda ishsiz fuqarolarga mahalla loyihasi yoki sunmaslikka biznesga berishgan 2 xil mahsulotimiz bor. Qaysi mahsulot bo'yicha siz hujjatlaringiz talabga to'g'ri kelsa, biz albatta sizga chorvachilik bo'yicha ajratib beramiz. Fermer xo'jaligidan Isroil Iskandar Nur fermer xo'jaligida aytayotganim, tomchilash sug'orishga bizga yana qaytadan nima bo'lyapti? Uni sizlar bilan ajratasizlarmi yo qanday vaziyat bo'ladi? Tomchilash sug'orish bo'lsa, fermerlarga tomchilash sug'orish bo'yicha ajratiladi. Usul platformasidan bizga ariza yuborasiz. Arizangiz tegishli tashkilotlar ko'rib chiqadi, komissiya. O'sha komissiyadan tashkilotlarga tasdiqlanib, bizga ijobiy tasdiqlanib kelsa, biz shu yo'nalish bo'yicha sizga haqiqatan o'sha joriy etiladigan belgilarimizga qarab tomchilash sug'orish bo'yicha ajratish ma'qullansa, komissiya tomonidan bizga ajratiladi albatta. Bunday yana savollar bor. G'urur mahallasidan chorvachilik bo'yicha 3 million turk zamonida hozirda ishsizman. Sizdan ishsizsiz, uyda chorvachilik qilish imkoniyatingiz bo'lsa agar, birinchi navbatda bizga kirib ta'rifingiz to'g'ri kelishi kerak. Ikkinchi navbatda haqiqatan bizga mahallada ekansiz, ishsiz bo'lsangiz, biz uchun mahallada tashkil etilgan mahalla agentimiz bor. Mahalla bankerimiz bor. Mahalla agentimiz o'rganib chiqib, mahalla bankeriga ma'lumotlarni beradi. Mahalla bankeri sizni xonadoningizga tashrif buyurib, siz o'sha chorvachilik bo'yicha loyihangizni amalga oshirishga ijobiy tavsiyanoma bersa, hujjatlaringiz shunga ijobiy tasdiqlansa, albatta sizga o'sha mahalla loyihasi yoki biznesga birinchi qadam maqsadimizni amalga oshiramiz. 20-25% stavkada chorvachilik qilib borishingiz mumkin. Yana savol bor? Agar yana kimda savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu doimiy rejalashtirilgan tadbirkorlar bilan mijozlar uchrashuv. Bundan tashqari men o'sha har kuni ish o'rnida bo'lganda bemalol alohida o'zlaringizni davrada aytolmagan murojaatlaringizni alohida kirib bemalol murojaat qilishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha qonuniy tartibda ijobiy hal qilishga yordam beramiz.